Mijozlarimiz nima uchun qimmat kraska qilasizlar deganlar uchun. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana navbatdagi Nexia 3 diskamizni ko'rishlaringiz mumkin. Tashqarilari qirilib, tirtilib ketgan. Xo'p, bunga qilinadigan ishlarni shkurka qilib, diskalar mana to'g'rilangan. To'g'ri ichkarilargacha shkurka qilingan. Endi grunt ham sepamiz buning kamiga. Ichkari tashqari gruntlanib, keyin lak kraska sepiladi. Mana tayyor holatini ko'rishlaringiz mumkin. Agar kimga yoqsa, bitta like, bitta subscribe ayamanglar. Mehnatimiz evaziga. Ma'lumot o'rniga aytib ketaman, mana shunaqa krishkalarimiz kerak bo'lsa, o'zimizga nalichi bor. Krishkalar, gaykalar, boltlar hammasi nalichi o'zimizda bor. Aloqaga chiqaverasiz. دلبندیم به من نفتنیم زود میگیرم حوصله میتونم حرفاتون رو بشنوم یه گوشتر یه گوش دیگم در بازشه دلبندیم به من این چه میپی